1970-yillarda SSSR hech kim qilmagan ishni qilmoqchi bo'ladi-da, yerni bu tomondan teshib kirib, narigi tomondan chiqmoqchi bo'ladi. O'rtada bitta teshik qilmoqchi bo'ladi. Ha, shunaqangi katta pul ajratadiki, shunaqangi zo'r mexanizmlarda olib boradiki, 7 kilometr, 10 kilometr, 12 kilometrdan keyin, burovoy bo'ladi-yu, bur tushib ketadi. Va xuddi hech narsa yo'q, bo'shliqqa o'xshab tushib ketadi. 200 daraja issiqni qayd qiladi anaqangi termometrlar. Keyin 12 ming metrga mikrofon tushirishadi. O'ylashadiki, hali suvlarda shovqini, shunaqangi narsani eshitmoqchi bo'lishadi-da. Lekin mikrofonda odamlarning chinqirig'i, yordam so'raganlarning ovozini eshitishadi. Tabiiyki, qo'rqib ketishadi, bunkerda og'zini bekitishadi, ko'lanib turgan joyda ovloq joy qilib, odam kirishini taqiqlab, aytdi, yopib yuborishadi. Bu shu narsani anglatadiki, biz balki kosmosga uchib turgandirmiz, balki atomlarni ko'rib turgandirmiz, lekin o'zimiz yashab turgan yerdagi hali sirli ma'lumotlarni, sirlarni bilishga biz ojizlik qilamiz.